Assalomu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, Kia K5 va Tucson mashinamiz, Hyundai Tucson va Malibu 2 va yana bitta Kia K5. Bu mashinalar hammasi okela rasul ko'payishdan aziyat chekkan. Mana shu Malibu ham, shu Tucson ham va ikkita K5 ham. Bularning hammasi katalizatorlar erib, mashinani rasxod ko'payib, mana ko'rib turibsizlar. Katalizatorlar erib oqib ketgan okela. Подпискаларga отметкani gumillatinglar okela. Stiker boshlangan bilasizlar. Gaylar уже gushlarga ezolarni tiqib tekshirib, har xil gaplarni gapirib, shtrafnoyga tiqib tashlashayapti. Hozir slujebniy mashinalarni ko'lash boshlangan edi. Hozir уже xususiy mashinalar ham уже boshlangan tekshirish. Mana shu katalizatorlar erib ketyapti okela. 70 mingdan 80 mingdan mana shu Malibu'nikini ko'ryapsizlar. Malibu 2niki qanchalik yonib ketgan. Подпискаларga отметкani gumillatinglar, olinmasdan aloqaga chiqing. Liboy mashinalar katalizatorlarini Euro 1 dan Euro 6 gacha katalizator topiladi. Xohlagan mashinangizga xohlagan shaklda katalizatorlarni qilib beramiz. Ikkala katalizator ham yurib ketgan Malibu'niki. Mana Malibu bajoga kerak. Shuni ochib, yig'ib, zakonniy qilib, yengib katalizator bosib beramiz. Tucson ham, Hyundai ham. Mana ko'rib turing katalizatorlar okela Liboy mashinaga. Mana koreyskiy deysizlarmi, amerikanka deysizlarmi, rossiyskiy deysizlarmi, hammasi bor. Подпискаларga